Hop. Ko'pchilikdan keladigan savol: Usta Habibullo jamoasida nechta shogird bor? 16 ta. Buguncha kelmaganlari ham bor. Hop, shuncha shogirdning ichida sen ham ish qilasanmi, ustalarga ham ish bormi deyishadi. Hop, stanokchimiz, patnischimiz. Ikkita yana patnischimiz zakaznoy tayyorlashyapti hozir. Hop. Bu yoqda. Bugun bu ikkovlarning navbatlari, moykachilar bugunlar. Hop, Ismoil patnischimiz, legenda. Komxon. Katta shogird. Katta shogirdlardan yana bittalari Tommi ichida. Ichkaridan qotiryaptilar. Hop, shuncha shogirdning ichida ustalarga ish topib bera olasizlarmi? Sanadinglarmi shogirdlarni nechta bo'lganini? Kommentariyaga yozinglar-chi. Obunachilarga yozing.